Bugun sizlar bilan fabrikamizda aylanib chiqamiz. Fabrikamizda aylanishi formamizni ham kiyib oldim. Qani unda ket. Fabrikada qancha vaqtdan beri ishlaysiz? Tashti 4 yil bo'lib qoladi. Ishingiz o'zingizga yoqadimi? Yoqadi. Bu yerda ayollar uchun sharoitda, misol uchun mana shu imkoniyatlari ko'p. Ishchilarga yaxshi e'tibor berishadi. Vaqtida o'z oyliklari, osh-ovqatlari. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Fabrikada qancha vaqtdan beri ishlaysiz? Yaqinlashib 12 yildan beri ishlayman. 2011-yildan beri ishlayman korxonada. Ishingiz o'zingizga yoqadimi? Albatta. Fabrikamizda qancha vaqtdan beri ishlaysiz? Aholisi 5 yil bo'ladi. Wow, qiziq. Ishingiz o'zingizga yoqadimi? Juda ham qiziqligini, ishimizni halol, ish ozoda, toza. Xotin-qizlarimiz ham bir-biri bilan ahil, bitta oila deymiz. Nima deydi, nima muammo bo'lsa mana shunda hal qilamiz. Ahil jamoat. Brigadirlarimiz ham juda ham bizani hurmat qilishadi. Sharoitlar qilib berishgan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Fabrikada qancha vaqtdan beri ishlaysiz? 5 yildan. Xo'p, ishingiz o'zingizga yoqadimi? Ha, albatta. Hamma yoq yaxshi, toza ozoda, ovqatlarimiz ham yaxshi, oyliklarimiz ham yaxshi. Shu tomonlar hamma anaqasi qoniqtiradi.